Belgi rejasidan yana bitta yaxshi bo'lgan bemorimiz Tojikistonlarlar o'zlaridan nima bo'lganlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Birinchi kelganingizda qaysi joylaringiz og'rirdi? Bu o'ng tarafda beradi-da, shunday. Pastga qarab tortadi. Endi millimetr 6 va 4 millimetr. Ha, to'g'ri. 6 va 4 millimetrga bu 4-kurs olishlari bizda qolib turib yotoq joylar mavjud, yotib oldilar shu joyda ketmasdan turib ko'chadagi yurishlarga chiqdingiz. Yurganlarda endi yaxshimi? Ha, yaxshi, zo'r. Bemalol harakat qilasiz. Endi Tojikistonlik aka-opalarga maslahat berasizmi? Tojik tilida ham tilaylar. Ha. Tojikistondan kelishlar yaxshi, zo'r вообще. Yo'q, tojik tilida aytib bering bitta. Ha, tojikcha. Kelinglar, hammasi zo'r, Zuhriddin osib davolaydi deb tojik tilida ham bitta aytib bering. Assalomu alaykum hammaga. Tojikistonda zo'r maqsad so'zay tavbat нормальный mekna deyinda marhamat bilan so'zay. Qo'yda meknada quvvat behtarina. Gap yo'q. So'kmadingiz ish qilib. Joni sog' bo'lsin, qizdirish jarayonlari. Bizning bemorimizni qizdirish jarayonlari har doim bilasizlar, birinchi qizdirib olamiz. Oyoqlar va bel qismini. Keyin bo'lsa qirsillatib manual terapiya qilamiz. Manual terapiyadan keyin mana shu joyga barmoqlardan osamiz. Hammani osgan arqonga, akam ham barmoqlardan. Demak, 4-kurs muolajamiz bo'lsa 12-osilishlari bo'ladi. 12 martalab osilib, endi bunisida voydod deb barmoqlari og'riydimi yo'qmi? Videoni kuzatib boring, albatta. Qiziq bo'lsa like bosib qo'ying. Grijangizni davolatmoqchi bo'lsangiz, Tojikistondan kelib turibdilar, chet joydan qancha masofa bosib kelganlar. Siz ham shu yerda turib O'zbekistonda davolaning, ma'mur omirligiga murojaat qilib keling. Grijangiz bezovta qilayotgan bo'lsa, MRT kerak bo'ladi, muolaja 1 kun bo'ladi. Ertalab 11 da kelasiz, ertasi 11 da ketishingiz mumkin. 3 vaqt ovqat, yotoq muolaja hammasi 700 ming so'm bo'ladi. Bemalol kelib davolanib ketsangiz bo'ladi. Demak, akamizni qizdirish jarayonlari. Bosh qo'yib berasiz. Voh. Bosh. Voh. Ikkala tarafi ham zo'r qirsilladi. Bellar ancha elastik. Osilganda zo'r cho'zilishga tayyor. Bolalar boylashadi oyoqlardan. Men bo'lsa qo'llarni tortib, bo'yinlarni tortaman. Bosh qo'yib berasiz. 1, 2, 3, 4, 5, bosh. Ikkinchi taraf. 1, 2, 3, 4, 5. Alloh shifosini bersin. Yana ham yaxshi bo'lib ketsinlar. On turasi degan edilar. Necha kundan beri har urdirganlarida 10 tadan zarba olyaptilar. Hammasi cho'tki, barmoqlarni yechamiz. Osildingiz 10 ta zarba berdik, barmoq og'rimadimi? Yo'q, zo'r. Cho'tkimi? Ha, cho'tki. Tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilaman. Gap yo'q. Akamda bizda mas'uliyat sal ko'proq. Akam Rossiyaga borib ishlashlari kerak, adashmasam Rossiya. Rossiyaga ishlaydilar, ketishlari ham kerak bahor oylarida. Lekin ungacha biz bellarini tiklab zo'r qilishimiz kerak edi. Mas'uliyati katta deganim, chet elga borib ishlab turib, bilet olib, uchib borib, og'rib qolsa bizga xijolat. Lekin siz endi Rossiyaga borib ishlay olasizmi? Hammasi normalmi? Yuklar ko'tarib bemalol hammasi zo'r. Inshaalloh. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Alloh shifosini bersin. Xizmatli kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilib, kelib davolanib ketsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingiz asli.